Assalomu alaykum. Gollandiyadagi shunaqa butun dunyodagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar jiddiy bir ish bilan bu videoni tarqatdim. Tunugin sosyal medyada, yani Facebook'larda, Instagram'larda ko'rdinglar. Gollandiyadagi siyosiy partiya Denk partiyasiniki Amsterdam shaharlik parlament vakili Sulaymon Quyunchi o'ziniki ijtimoiy taratqularda bugün kech, yani 2025 yılı 7. ayının 9. günü Amsterdam şehirlik parlament azalarınınki yığılış yığınıda mustamlika nom bo'lgan Şinjan degan ismni Sharq Turkiston degan ismga o'zgarish taklifini o'ttirib qo'ydi ekan. Bu vaqtdagi narsalarni o'ziniki ijtimoiy tarqatib tarqatdi. Tunugin men bilan kurashdi, telefonda paranglashdik. Bugün keşte bu teklif Amsterdam şehirlik parlamentda o'ttirib qo'yildi ekan. Erta keşte anken bilet tashlab buningki qabul bo'lish bo'lmasligida qora chiqdi ekan. Allah xolasa bu qabul bo'lib qolsa, bütün hujjatlardagi Şinjan degan mustamlik nomi o'chirilib tashlab, buning o'rniga Sharq Turkiston degan ismlar qo'llandi ekan. Barliq hujjat, hukumatlar bo'lgan aloqa, Uyghur teşkilatları bilan bo'lgan aloqalarning hammasida bir tutash Sharq Turkistonga ism qo'llandi ekan. Bu birinchi qadam ekan. Ikkinchi qadamda buni yolg'iz Amsterdam shaharlar emas, butun Gollandiyaning har qaysi hamma shaharlarda bu taklifni qabul qilishga yani davomli taklif sunadi ekan. Tunugungi biz telefonda kurashgan vaqtida biz Uyg'urlar nima ish qilib bera olamiz? Qandaq bizden nima talab qilasizlar desam, Sulaymon Quyunchi efendim bana bir WhatsApp'tan bir xat avatdi. Bu xat ne deydi? Barliq Uyg'urlar, qancha ko'p Uyg'ur bo'lsa shuncha yaxshi. Amsterdam shaharlik parlament a'zolarininki bir guruh so'kan shu guruhininki muzokara qilgan masalalarni, takliflarni qabul qilish el-xat adresi ekan. Mush el-xat adresiga yo'llab qo'ysin. Buni darhol taqittinglar. Qancha ko'p Uyg'ur buni taqatsa shuncha yaxshi deydi. Bu xatninki ham o'lchamga yozilgan xat. Anan keyin buningki xat avatgan vaqtda el-xat adresi bor. U el-xat adresininki ostiga yozgan vaqtda bir tema yozamiz, qisqacha narsa shu yerga nima yozganligini men shu videoning ostida yo'llab qo'yman. Shu o'ndirib yoki subjektiga yerga Nit Şinjan O'zturkiston yoki Es-Turkiston deb yoki gollancha inglizcha yozsangiz bo'ldi. Ashta qilib barliq Uyg'urlar o'zlarining el-xat adresida bu xatni ko'chirib shu Amsterdam shaharlik parlamentlarniki muzokara guruhining el-xat adresiga avatinglar. Bu videoni ko'plab taqitib qo'yinglar. Qancha ko'p Uyg'urlar avatab qolib qolsa shuncha yaxshi. Buningda Uyg'urlarningki kuchli bir ovoz bo'lish kerak ekan. Shuning uchun bu videoni ko'plab taqitib qo'yinglar. Men hozir shu videoning ostiga, bizning Facebook timsiga bu xatni yo'llab qo'yman, el-xat adresini yo'llab qo'yman. Darhol buni sizlar yo'llanglar, atrofning texnik ko'p qarindoshlarga taqitinglar. Bizdan qancha ko'p ovoz chiqsa, bu taklif fikrniki Amsterdam shaharlik parlamentda qabul bo'lishi uchun bir turtki bo'g'isi. Hammalarga Allohga omonat, videoni taqitib qo'yinglar.